Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'lib o'tgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy ushuqliq bilan Turkiyani aybladi. 27 fevral Dovi xabarlar to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya hukumatining Sharq Turkiston haqidagi qattiq inkosiga chidamagan Xitoy Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'ni mas'uliyatsizlik qildi deb aybladi. 25 fevral Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq komiteti yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatini tilga olib, Xitoyning terrorchilar bilan begunoh xalqni ayirmay qora quyuq bostirganligini ayblagan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lukang Tunugun Sharq Turkistondagi haqiqiy ahvolni xalqaro jamoatchilikdan yushirish uchun yana bir qatim o'ttirg'i chiqib, haq-nohaqni nomussizlarcha ostin-ustun qilishga tirishdi va Turkiyani mas'uliyatsizlik qildi deb aybladi. Lukang bayonotida yana xalqaroda kunduzdagi quyoshdek oshkora bo'lgan Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatini pardozlab, biz Xinjiangda asabiylikning ta'siriga uchrab, jamiyatdan ayrilgan kishilarga texnika o'rgatyapmiz degandek yolg'on so'zlar bilan xalqaro jamiyatni aldashga urindi. İyi partiya jazo lagerlarini tekshirish talabini o'ttirg'i qo'ydi. 28 fevral İyi partiya Mavlud Çavuşoğlu'ga Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini tekshirishga berish istikini bildirdi. Turkiyadagi o'qituvchi partiyalardan biri bo'lgan İyi partiya a'zolaridan tashkillangan bir hay'at Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bilan ko'rishdi. Ular ko'rishishda o'zlarining bir hay'at tashkillab Sharq Turkistonga berib, Xitoyning ta'sis qilgan jazo lagerlarining amaliy ahvolini egilash, lagerlarda azob chekayotgan Sharq Turkiston xalqining ahvolini ichkirlab tekshirish istikining borligini bildirdi. Sharq Turkiston Indoneziyada keng ko'lamda tunishtirilmoqda. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasil harakati raisi Dr. Abdusalom Taklamakan Indoneziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Indoneziya ziyoratini boshlagan edi. Dr. Abdusalom 27 fevral Indoneziyaning Pekanbaru shahridagi Az-Zuhra universiteti o'quvchilari va o'qituvchilari yig'ilgan yig'ilishda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli temasida leksiya so'zlab, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan kishilik huquq dafsandichiliklari, irqiy qirg'in qilish, islom dini va musulmonlarga qarshi qonun chiqarib, Sharq Turkiston xalqini dinidan voz kechishga majbur qilayotganligi qatorliq jinoyatlarni tafsiliy tunishtirdi. Sharq Turkistonga yo'tkab kelingan Xitoy amaldorining vazifasi oydinlashdi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinda Xitoyning Jilin o'lkasi Changchun shahrining sobiq partikom sekretari Wang Junjingning atalmish Uyg'ur avtonom rayoniga yo'tkab kelinishdagi sababi oydinlashgan. Uning 2 hafta avval tuyuqsiz avtonom rayonlik partikomning doimiy a'zoligiga yo'tkab kelinishi har xil gumonlarni qo'zg'agan edi. Ba'zilar uning atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partikom sekretari Chen Quangoning o'rniga o'ltirishi mumkinligini ilgari surgan edi. Lekin Hong Kongdagi Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining 27 fevral xabar qilishicha, Wang Junjing atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sekretari Ju Haylunning vazifasini o'tkazib olgan. U 25 fevral kuni siyosiy qonun komitetining umumiy yig'iniga riyosatchilik qilgan. Ju Haylun bu yil 1-oyda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyining muavin mudirligiga yo'tkilib, uning o'rni bo'sh qolgan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy rejimining Ju Haylunni siyosiy qonun sepidan yiroqlashtirib, uning o'rniga Wang Junjingni yo'tkab kelishi uni xalqaroning ko'zidan yiroq tutishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin ekan. Ju Haylun 2 milliondak Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlarining yig'ilish lagerlariga qamalishi va izdiraksiz g'oyib bo'lishida asosli javobgarlarning biri deb qaralib, Amerika hukumatining jazolash talab qilinayotgan shaxs. Amerika Davlat Majlisining a'zolari o'tgan yili prezident Trumpga xat yozib, uningga embargo qo'yishni talab qilgan edi. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining xabarida ta'kidlanishicha, Wang Junjingning vazifasi Sharq Turkistonda Xitoy partiyasining mutlaq rahbarligiga kafolatlik qilish ekan. U 25 fevral o'tkazilgan yig'inda partiyaning siyosiy qonun sepidagi mutlaq rahbarligiga kafolatlik qilish, partiya markaziy komitetining Xinjiangni boshqarish strategiyasini qat'iy ijro qilishini ta'kidlagan. İslam dünyası Xitoyning yo'lsizligiga sukut qildi.
27 fevral İstanbulning Küçükçekmece rayonida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Faoliyatni Küçükçekmece rayoni ijtimoiy tashkilotlar munbiri tashkillagan bo'lib, faoliyatga Uyg'ur fidoilarmi ishtirok qildi. Qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'i va Xitoy turma va lagerlarga qamagan tuqqanlarning suratlarini ko'tarib olgan xalq Uyg'urlarga erkinlik deb shiorlarini tovlashdi. Faoliyatda yozuvchi Hamza Xo'ja xalqaro musulmonlarga yurgizilayotgan zulmga qarshi bayonot e'lon qilib, Misr hukumatini musulmonlarga yurgizilayotgan o'lim jazosini to'xtatishga, dunyo islom birligini musulmonlarga ega bo'lish uchun harakatga o'tishga chaqirdi. Bayonotda yana Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilayotganligini va necha million xalqning lagerlarga qamalganligini xalqaro jamiyat asosan bilib yetgan bo'lsa-mu, ammo un chiqarmayotganligi tilga ilindi. Xonim qizlarmi Sharq Turkiston uchun harakatda. 27 fevral İstanbul Kaya shahrida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Faoliyatni Madaniyat vaqfining ayollar bo'limi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'zuyg'ur xonim, Shamsunur O'zuyg'ur xonim, Nurbiya xonimlar taklif bilan qatnashdi. Ular faoliyatda Sharq Turkistonning qisqacha tarixi va hozirgi vaziyatini savol-javob tariqasida tafsiliy tunishtirdi. Faoliyatda yana yangidan tayyorlangan qisqa film Sharq Turkistondan kelgan maktub qo'yildi. Filmdan ta'sirlangan Madaniyat vaqfi a'zolari Sharq Turkiston davosini Turkiyada tunishtirishga va'da qildi. Zaytinburnuda Sharq Turkiston vaziyati tunishtirildi. 27 fevral insoniy yordam vaqfi IHHning Zaytinburnu sho'basida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Faoliyatni insoniy yordam vaqfining Zaytinburnu sho'basi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Nozugum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'zuyg'ur xonim, Xurshida xonim, Alanur xonimlar taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda Nozugum kultur va oila jamiyatiga vakolatan faoliyatga ishtirok qilgan xonimlar Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tunishtirdi. Hamda insoniy yordam vaqfi a'zolarini Turkiya va xalqarodagi ta'sir kuchidan foydalanib, Sharq Turkistonda qirg'in qilinayotgan xalqning ahvolini Turkiya va xalqaroga tunishtirishda muhim rol o'ynashga chaqirdi. İnsani yordam vaqfi a'zolari va boshqa tashkilot jamiyatlarning a'zolarimi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan dafsandichilik qilmishlarini jamiyatga tunishtiradiganligini bildirishdi. Chunchvango qatorliq Xitoy amaldorlarining ilmiy unvonlarining saxta ekanligi pash bo'lmoqda. Angliyada chiqadigan Moliya vaqtigesining 27 fevral kundagi sonida e'lon qilingan yuqori darajalik Xitoy amaldorlarining doktorlik dissertatsiyasidagi saxtaliklar sarlavhalik maqolada Xitoy raisi Xi Jinpingni o'z ichiga olgan nurg'unlagan Xitoy amaldorlarining atalmish doktorlik unvoniga ular butun kunlik hukumat xizmati ishlayotgan sharoit ostida erishganligi tilga ilindi. Maqolada bayon qilinishicha, navbatda atalmish Uyg'ur avtonom rayonida partikomning sekretarlik vazifasida turayotgan Chunchvango Xubey o'lkasining Wuhan sanoat universitetidan olgan iqtisod fanlaridagi doktorlik ilmiy unvonini 2004-yili Xenan o'lkasida muavin partikom sekretari bo'lib, butun kunlik xizmat qilayotgan sharoitda olgan ekan. Maqolada Chunchvangoning doktorlik dissertatsiyasidagi ko'chirilgan mazmunlar haqida Xitoycha ijtimoiy taratqularda tarqalgan uchurlar naql qilib elingan. Maqolada yana Chunchvangoning 2004-yili e'lon qilgan O'ttir Jungodagi emgak kapitalining jug'lanishi bilan iqtisodiy taraqqiyotning o'zaro munosabati nomli doktorlik dissertatsiyasidagi asosli mazmunlarning hammasining boshqalarning emgakidan o'g'irlanib ko'chirib elinganligi pash bo'lganligi bildirilgan. Amerika Claremont McKenna universitetining siyosiy fanlar professori Pei Menshinning Moliya vaqti gazeti muxbiriga bildirishicha, 1990-yildan keyingi Xitoy kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlari orasida o'zini har xil ilmiy unvonlar bilan pardozlash to'lqini ko'tarilgan ekan. Uning bildirishicha, Xi Jinpingni o'z ichiga olgan yuqori darajalik Xitoy amaldorlarining zo'r ko'p qismi butun kunlik hukumat xizmati bilan shug'ullanayotgan sharoitda doktorlik unvoniga erishgan bo'lib, ularning ilmiy unvon uchun yoqilgan dissertatsiyalarining amaliyotda boshqalarning amgakidan ko'chirib olingan saxta maqolalar ekanligi tamoman aniq ekan. 2019 Ko'k vatan manevri 2-kuniga qadam qo'ydi. Türkiye Cumhuriyeti tarixida tunji qatim ona vatanni qo'rshab turadigan 3 dengizda birli vaqtda 103 harbiy paraxodning qatnashishi ostida o'tkazilgan 2019 Mavi Vatan manevri davom qilmoqda. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye Armiya qo'mondonlik shtabining yillik manevr programmasi ramkasida
Dengiz Armiya Qo'mondonlik shtabi tarafidan plan qilingan va 8 martgacha davomlashadigan bu qadimgi manevr bir vaqtda Qora dengiz, Aga va Sharqiy Oq dengizdan iborat 3 dengizda tunji qatim o'tkazilgan harbiy manevr hisoblandi. Manevrga qatnashtirilgan paraxodlar taqlid talabi bo'yicha aniq bo'lmagan tahdidlarga qarshi terrorist qo'lvoq va havo apparatlarini betchit qilib, qo'yilgan minalarni tozalagan. Mina ovlash paraxotining boshchiligida portdan chiqdi. Paraxodlar pash qilingan suvosti paraxotini qo'g'dash urushi ta'lim tarbiyasi doirasida izlab tepib pochaqlab tashildi. Harakat planlash masofalari va planlar milliy va yerlik usulda taraqqiy qildirilgan dengiz urushi o'yini sistemasida sinab qilingan holda manevrning kompyuterda kontrol qilinishi mo amalga oshirildi. 2019 Mavi Vatan manevri suv usti urushi, havo tavalligini qo'g'dash urushi, suv osti paraxotini qo'g'dash urushi, mina urushi, elektronlik urush, suv osti havo apparatlarini etib tushirib etish va dengizda tekshirish harakatini o'z ichiga olgan harakatga tayyorlik ta'lim tarbiyasi, shundaqla havo armiyasi qo'mondonlik shtabining taktikalik yordamlari, osmonda axborot yetkazish va kontrol qilish aeroplani, quruqliq armiya qo'mondonlik shtabining hujum qilish va umumiy maqsad uchun ishlatiladigan tik ucharlarning qatnashishi ostida davom qilmoqda. İmran Xan Pakistan Milliy Qo'mondonlik Kengashi yig'iniga riyosatchilik qildi. Pakistan bosh ministri İmran Xan yangi Dehli bilan Islomobod o'tirisidagi jiddiychilik avjiga chiqqandan keyin Milliy Qo'mondonlik Kengashini jiddiy yig'in o'tkazishga chaqirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, mahalliy taratqularning xabarlariga qaraganda, İmran Xan riyosatchilik qilgan yig'inda ikki yadro kuchiga ega davlat orasidagi jiddiychilikni paydo qilgan masalalar muhokama qilingan. Yig'inga Pakistan armiyasi bayonotchisi mayor general Asif G'afur va boshqa harbiy qo'mondonlarning ishtirok qilganligi bildirildi. Aloqador manbalar G'afur yadro iskolati bexatarlik mexanizmlari to'g'risida dokument sungan yig'inda o'xshash usulda inkos qaytarish harakatlari va strategiyasining muzokara qilinganligi bildirildi. Hindiston bilan Pakistan orasidagi eng yangi surkilish Kashmirning Hindiston kontrolligidagi qismida 14 fevralda soqchilarga qarashli qurolli kuchlarni zarba obyekti qilib 44 odamning o'lishini keltirib chiqargan bombali hujum qilish voqeasidan keyin boshlangan edi. Yangi Dehli doiralari hujumdan keyin Pokistonni aybladi. Hujumni ayiblagan Pokiston bo'lsa, ayblashlarni rad qildi. Hindiston 26 fevralda Kashmir kontrol liniyasining Pokiston tarafidagi terrorlik tashkilotiga havodan zarb berganligini e'lon qildi. Pokiston tunugun atigan havo sohasiga daxl qilganligini ilgari surib, Hindistonning ikki urush aeroplanini tushirayotganligini bildirdi. Buningdan boshqa Pokiston aeroplanlari Hindiston havo sohasiga kirdi. Hindiston Pokistonning bir urush aeroplanini tushirayotganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, Islomobod bu uchurni jazmlashtirmadi. O'zgarishlardan keyin Pokiston butkul havo sohasini taqib etdi. Hindiston ba'zi aerodromlardagi aviatsiya qatnashini to'xtatib qo'ydi. Pokiston bosh ministri İmran Xan Hindistonni masalalarni dialog yo'li bilan hal qilishga va sovuqqonlikni saqlab qolishga chaqirdi. Trump bilan Kim Jong-un kelishim hosil qilolmadi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning Vyetnam poytaxti Hanoyda o'tkazilgan ikkinchi qatimliq uchrashuvida kelishim hosil qilinolmadi. Amerika prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya bilan hech qanday kelishim imzolamaslik qarorini oldi dedi. U Shimoliy Koreyaga qaratilgan embargolarning davomlashadiganligini bildirib, Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning yadro quroli va boshqarilgan bombalarni sinab qilmaslik masalasida va'da berganligini aytdi. Oqsaroy bayonotchisi Sara Sanders prezident Trump bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning uchrashuvida kelishim hosil qilinmaganligini, biroq ikki davlat o'rtasidagi uchrashuvlarning kelgusida davom qiladiganligini qayd qildi. U ikki rahbarning uchrashishining nihoyat yaxshi bo'lganligini bildirdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un uchrashuv o'tkazilgan mehmon saroydan plan qilingandan burun ayrildi va imzo qo'yish marosimi o'tkazilmadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.